Assalomu alaykum. Anglayotganlar Qashqar Uyg'ur nashriyoti 2003-yili 11-oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Qonliq edir. Avtori Muhammad Osman. 9-bob. O'lim changilidan qutulganlar. To'xti bilan Savur Fayzvatdan ayrilib, Atishning Ag'u degan yeriga keldi. Ular tarqaq uylarning qaysi kichik Axunning uyi ekanligini bilolmay, so'ray desa biror odam texi uchirmay gangrab turganda, yiroqdan naqshi ovozi anglandi. Ko'p o'tmay eshaklik bir odamning qarsi ko'rindi. Bu kech kirgan chog' bo'lib, quyosh tog' kayniga mukish oldida turadi. To'xti bilan Savur nima qilishni bilmay turganda, u odamning kelib qilishi g'ash bo'lgan ko'ngillarni vallida yo'rtivatdi. Amaliyotdami bu xushal bo'lishga tegishlik ish edi. U arazillik yigit bo'lib, kichik Axunning uyidan kelyotdi. Eshaklik odam ularga yaqinlash bilan naqshini to'xtatib, putlarini ha deb likilditib, eshakning qo'rsqiga dushkalab, tezroq minishga zo'rlaydi. U qarabla boshlariga bir xil qora nocha tumoqni qamlashtirib qistirib, ispankidek yarishimliq qilib kiyib olgan ikki do'lanliqni ko'rdi. Ularning sirtdan kelganligini bilib, gap so'z qilmay o'tib ketmoqchi bo'lib edi. To'xti unlik ovozda "Assalomu alaykum" dedi. Eshaklik odam beshini salla midiriltib, salomni ilik oldi. Kichik Axunkamning uyiga mang'an edik, topolmay qoldik. O'zlari mushu yurtdan bo'lsari bilamlikin, so'radi To'xti. Yo'lovchi eshakdan sakrab tushib, ikkalan bilan qo'l ilishib ko'rishgandan keyin beshidan oyog'igacha sapsilib qarab o'tib, andin "Ikkilari nerdan kelishlikin?" deb so'radi. "Fayzvatdan. At uchurlarini bilishga bo'lamdikin? Ismim To'xti. Kichik Axunkam bilan yaqin o'timiz. Mavishni ko'rmamdigan. Kichik Axunkam davomli gaplarni qilib beradigan Fayzvatliq To'xti Manjo degan kishi bo'lmislar yana?" "To'g'ri, shu bo'lman. Balli, Xudo xolab mana bugun ko'rishgan nasib bo'pti. Men hozirda kichik Axunkamning uyidan kelishim. Arazilga ketayotgan edim. Yurisizlar, men boshlab boray." Qandaq bo'lib, bituyoq kelib qilishdilar. Alayda sharoitda tunishgan akamiz bilan ko'rishish arzusi aramimizda qo'ymay, qadam ranji qilib, bu yurtga oyoq bosdik. Ular shundoq paranglar bilan mahalladan xili chetdagi bir uyga yetib kelishdi. Chalma kesak bilan silingan uylarning oldi so'qma tamliq o'yla bo'lib, apchilgina darvoza o'rnatilgan edi. Oldidagi cho'ng ko'lni aynagan jigdilar himoyasiga elib yiroqdan qaragan kishiga xuddi büyük baraqsan bog'dek ko'rinadi. Darvozaga yaqinlashmasdilla, neridan yotning hid tivishini sezgan olabo'ynoq ikki it qavig'inicha ularning oldiga etilib chiqdi. Orqadan "Kat!" degan tunish ovoz anglanib, kichik Axun ko'rindi. U shunda qarabla To'xtini to'nib, kelgan bo'yi uzoqdan ko'rishmagan qarindishidek quchoqladi. Kichik Axun qizg'in salom sahat hol ahvol so'rashlardan keyin mehmonlarni uyiga boshladi. O'yla aram kangtasha bo'lib, peshayvon, siyliq suvolgan derazilik uylar bu oilaning xili holliq ekanligidan darak beradi. Shu yurtga nisbatan hashamatlik ko'rinadigan qo'ro'joy kichik Axunga otasidan qolgan bo'lib, keyin miros talon tarajga uchrash, uning ustiga kichik Axun 3 yilgacha hapsida yetish tufayli egiliki xaroblashgan, oxir burunqidek mag'duri yo'q, kishi palpal, ichi g'alg'alga aylangan edi. Shundaqdimi, yurt mahalla ko'y yo'qsiz demaydi. To'xti bilan Savur o'ng tarafdagi mehmonxonaning to'ridan o'rin olgandan keyin yo'l boshlab kelguchi. "Hozircha xayr xo'sh, men ketdim. At ko'rishayli", dedi ular bilan xo'shlashib, andin odamgarchilik yuzidan qo'shib qo'ydi. "Obdan aram elisizlar. At o'g'in arazilga aparaman. Shu chog'da muntishib olarmiz." U amdila darvoza tuviga berishiga kichik Axun chaqirdi. "O'shurjon!" O'shurjon kayniga yandi. Kichik Axun uningga pichirlab bir nimalarni degandan keyin "Amdi ketsang bo'ladi" deb uzitib qo'ydi.
Andın öyiga qaytib kelib, to'xtiga tushuncha berdi. Hozircha fransızlab yurmagin. To'xti bir necha kun aram elib olsin deb topaladim. Bo'lmasa ko'rishgili keldiganlar avop, aram olg'ili qo'ymasmikin dedim. Nadikini? Dedi To'xti kulimsirab. Ozgina yo'l yurganga yerib ketsak, qandaq o'g'il bola hisoblanamiz? Hammaylar kulishdi. Kichik Axun so'radi. Ha, ukam, bu yigitni tunishtirmaysan-ku? Ayıpga buyurmang. Yüz ko'rishish xushalligida unutibdiman. Bu mening yakandagi tuqqanim Qurban Kulalchining o'g'li Qodir Kulalchining o'g'li Savur bo'ladi. Tag'am Qodir Sipil hashasida g'oyib bo'pti. Bu enim Xudoning karomati bilan meni zindonga opirish uchun salgan tavutni ko'tirishib beribdi. Keyin ich og'ritib yo'qlab turibdi. Heliqi noma'lum shafaatchining birsi mushu enim ekan emasmi? Meni qo'yitdiganda kipil bo'lg'ili tunish odam topolmay, Rustam ol to'la tunishdiganligi yuzidan tepib ketdi. U chaqda mang'udek holimmo yo'q edi. Bir kuni mungdishib o'ltirib, gapdan gap chiqib tunishib qoldik. Taqdirning karomati bilan dal izlab yurgan tuqqanlarimning uyda o'ltirayotganim xiyolimga kelsinmi? Shafaatchining yana birisi-chu. U vaqtda texi ig'iz ochmadi. Shafaatchi To'xti shu an kichik Axunning Rayhonning da'vatqinini bildi. Kichik Axun zindondagi chog'laridimi u qizni shafaatchi deb ataydi. U yaxshi turibdi. U deganingdan qaraganda gapingning tagida gap borda qilamdi nima? Nima gap bo'ladi? Uning ham onasining yaxshiligini bu umrimda qaytarib bo'lolmayman. Ochiqroq demamsan? U menga yordam berib qolmay, hatto hammamizga yordam berdi. Uning yardım bilan ailemizning holi yaxshilanib, Zeynabxon onammo haqqa yollanmaydigan bo'ldi. Onasi hammani bilibdi. Bu navbat ko'p yordam qildi. Shunga biz safarga xotirjam otlanib bu yerga kelaladik. Mundaq ish degin, u qizning seni yaxshi ko'rib qolganligini burunla sezgan edim. Endi qanday qilay deysan? Uni tashlay olmayman. Endi sen nimishqa uni hijron o'tiga tashlab kelding? Uni tashlamaslik uchun gapingni tushunmadim. Ochiqroq aytsang-chu. Men uni tashlay olmayman, lekin umrlik misol uchun xotirjamlik kerak. Qani so'rab baqay, siz gunoh o'tkazganmi? Men gunoh o'tkazganmi? Hapsida yotganlarning hammasi gunoh o'tkazganlarmi? Ularning gunohlarini bilamsiz? Qora darvoza oldidagi noli faryodlarni anglaganmisiz? Ko'chalarga chiqib baqdingizmi? Madikar bozoridagi bechorlarning holini ko'rdingizmi? Ularga ish yo'q. Bir parcha zag'ra yoki bir hijr umach ko'zga o't ko'rinadi. Lavlarini gaz bog'lab, chiroyini to'pib besib, kun-kunlab och ziran o'ltirishidir. Amal qancha? Jahon zo'rining, tomosha ko'rning bo'layotsa, erkinlik payxon qilinayotsa, el jamoat yig'layotsa, biz qandoq kulalaymiz? Ko'rmasga silib, huzur halovat suralaymiz. Bizning xushalligimiz omuxasning xushalligi ichida bo'lishi kerak. So'zlab ketding-ku, dars oldingmi nima? Dars oldim desammi bo'ladi. Buningdanmi o'rgandim. Bir kuni u menga nohaqchilik to'g'risida so'zlab kelib, odam o'z erkinligini topaman desa, qandan izlash kerak? Erkinlik qonliq jang badaliga keladi degan. Ondan keyin bu she'rni deklamatsiya qilib bergan. G'urbatda g'irib shodimon bo'lmas, el anga rafiq mehribon bo'lmas. Qafas oltindan ichi gul bo'lsa, bulbulga zinhor oshiyon bo'lmas. She'rning misralari hozirgacha yurak bag'rimni titritib, erkinlik izda. Bu jahon ko'ngil orzularingga boqmagan ekan, jang bilan yo'qitib, erkin dunyo qur. Azguchilar eng ashaddiy dushmaningdir. Senmo qo'ngshi uchun yangishi chinlardek izlaganlarni yetaklab, fuqarolarning erkinligi uchun kurash qil, deb jangga undavatgandek bilinadi. Shunga men kurash qilaman. Biz kurash qilamiz. Kurash bilan yoritilgan xushallik kunlar bizning ma'rikimiz bo'ladi. Nima? Ikki xanzuning ismini tilga olgandek qilding. Ular kim? Sizning manjo qarindoshlaringmi yo? Kichik Axun chaqchaq tariqasida so'radi. Shundoq desakmi bo'ladi. Ular bizning ichkiridagi qarindoshlarimiz. Azguchilar bir jangalning bo'rlari bo'lsa,
Ezilgüçilermi takdirimiz o'xshash qarindoshlar. Albatta, millat ayrimisi o'xshamagan bilan hamma odam niyati durust bo'lsa o'xshash. Til, urf odatlari farqlansimi, yuragi yaxshilik yo'lida so'qsila, qalbi farqlanmaydi. Hamma insonlar erkinlikka muhtoj. Xuddi ussuzlar suvga muhtoj bo'lgandek. Men boya tilga olgan ikki odamning ismini Chang Shansangning uyidagi bir xanzucha gazetidan ko'rib bilib olgan. Bular aslida Guangxi o'lkasining Guiping noyasidagi Jintian kentida dehqonlarni qo'zg'ab, ularga rahbarlik qilib, bundan 5 yil burun, ya'ni 1851-yili qo'zg'olon ko'tarib, Taiping Tiangu davlatini quribdi. Hozir uning ta'siri 17 o'lkaga kengayibdi. Bizmi o'xshash odam, ular qilganni nimishqa qila olmaydi ekanmiz? Kichik Axun ifotsiz o'ltirgandek qilgan bilan To'xtining so'zlari yalpig'ishlik rol o'ynab, qalbidagi o'tni ulg'aytmoqda edi. Kichik Axun o'z ko'nglida bu haqda nima deyishini bilmay turganda, To'xtining qoyil qilarliq so'zlaridan kuchiga kuch qo'shilgandek va yoki izlab yurgan yetakchini ko'z oldida ko'rayotgandek umidga cho'mdi. Kichik Axun o'z nazarida To'xtini eng ishonchli sanasimi, Tavurning qandoq odamligini bilmaydi. Agar biror ish yuz bersa, nurg'un odamning beshi ketishi turganla gap edi. Shunga hech ishni bilmagan bo'lib olib o'ltirayotdi. Shundoq, dedi Tavur, To'xtining so'zini tasdiqlab. Hozir yurtimiz do'zaxga aylandi. Fuqarolar dahshatli o't ichida kuyayotdi. Otammu hukumatning hashirda o'ldi. Bundaq taqdirga yo'liqqani faqat birla kishi emas. Kurminglagan odamlar naqchilikka chidamay, qo'zg'olon ko'tarishga yo'l izlab, o'ziga yo'l boshchi topolmayotdi. To'xti hozir mana shuningga munosib. Xalq To'xti tarafda, yakan Fayzovat xalqi uni kutib turibdi. Biz intiqom olamiz, jazman deganlarimizni amalga oshiramiz. Kichik Axun ularning so'zlarining bir yerdan chiqayotganligidan mamnun bo'ldi. Ko'ngli shodlik, umid borliqqa to'ldi. Bu gaplar haqiqatan o'rinliq, deydi Kichik Axun ko'nglida. Biz qisos elishimiz, o'zgacha bo'lgan erkin dunyo qurishimiz kerak. U xiyollar iligida turganda qizi Zulfiya dasturxon ko'tarib kirdi. Kichik Axun, avval qo'lga suv bermamsan, shunchalik qoidani bilmaganini ko'rmamdigan. Bala qilgan ishi chala degan shu-da, deginicha kuldi. Mana hozir gap tinglab o'ltirib, hammani unutibdiman. Nada turib tinglashiding? Yandagi uyda-chu, tinglashganim bo'lmabdimi? Sen degan qiz bola. Rayhonmo qiz bola ekan-ku. Uning otashdek yolqinlik misralarini anglab, shu tapda ichimga o't kirib oldi. Ko'rgim kelib ketdi. Uni izlab ketib qolmag'ay yana. Kichik Axun kulib chiqishib qo'ydi. Dasturxon silinib, bir tovoqdan suyuq osh keltirildi. Dasturxonda Kichik Axunga shundoq o'xshib ketadigan soqol burut qo'yib olgan bir kishimi bor edi. U gap qilishdan parhez tutgandek o'ltiradi. Tovoqlarning bekorlanishiga Zulfiya birligan pishirilgan go'sht ilib kirdi. Bo'yiga yetgan bu qiz tilining chuchukligi, xushxo'y mijozi bilan bir ko'rishdila kishiga yiqib qoladi. Kichik Axun tunji farzandi bo'lg'achqimikin qavatla amroq edi. Qani ukalarim, tortinmay ilinglar, yemisanglar yaratmadi deb qolaman juma, dedi Kichik Axun. Ondan o'ziga o'xshaydigan odamga qarab aytdi. Aka, siz nima qarab o'ltirsiz? Siz o'ltirib olsangiz mehmonlar qo'rinib qolmamdi. Shundoq qilib, bir-birini zo'rlashlar bilan taom yeyilib, dasturxon yig'ilgandan keyin qo'llarga suv berildi. Ondan mehmonlar bahuzur o'ltirishdi. Endi put-qo'llaringlarni sunib, obdan aram elib olinglar, dedi Kichik Axun. Men chiqib itlarni bog'lab o'tay. Hiliqi ish yuz berganda it boqmaganimga ko'p pushaymon qildim. Agar it bo'lgan bo'lsa, meni o'g'irlab qochganini birsi ko'rmasa, birsi ko'radi. Hasan Turk izlab yurib, derkimni ilib, akamga xabar yetkazmagan bo'lsa, bu kamgacha nima bo'ladimikin tang? Bilmayman. Buguncha mushunchlik deb turay. Vaqt degan ko'p-ku, yana paranglasharmiz. Gapini tugitib chiqib ketayotgan Kichik Axunning ko'zi
birdilla uyuq to'pisiga qo'yib qo'ygan kichikkina ko'k hamzak bo'xchiga tushib so'rdi. To'xti, bu seningmi? Ichida nima bor? Kiyim-kechaklarini yo'gab qo'ydik deb chiqib bergan edi. Ichib qarabmi boqmadim. Ko'ni kiyimlarim bo'lsa kerak. Kichik Axun bo'xchini mujib baqqandan keyin dedi. Ichida qattiq bir nim turdi-ku. Kichik Axun bo'xchini ichibidi yangi tikilgan ko'ngilak ishton bilan bir jup qo'sh zig'ziqliq latxay chiqdi. Balli, to'xti balli. Manjolarning qizlari oshnasiga qay sovg'a qiladi deb anglagan edim. Qushnachiңg'u o'ginib qolmagandi. Kichik Axun qaqaqlab kulib ketdi. To'xtimi kuldi. Kulga bir hazog'icha davomlashdi. Zulfiya xayni qo'liga ilib, belinar bilinmas sipta yingni izlaridan bu bir jup xayga singdirilgan mehnat bilan san'atni his qildi. To'xtining uzoyidan sal xijil bo'lganligi chiqib turadi. Demisimu boshqalar bilmagan bilan xayning chamiga qora ip bilan tikilgan chanxua degan xat ro'shanchilik turadi. To'xti buni tushunib, beshidan o'tgan kunlarni, Rayhonni, hammani bir-birlab eslab chiqdi. Qarang'u tushdi. Zulfiya kirib o'rin silib berdi. Ular piyoda yo'l yurib yerib ketgachga, shu uxlagancha atdi quyosh ko'tarilib, uy yo'rig'anda uyg'ondi. Noshtadan keyin kichik Axun bilan darqanda o'ltirib, kechirmishlardan hikoya so'zlashib, yuz bergan ishlarning tagiga yetishdi. To'xti bilan Savur kichik Axunning mahalla imomi tarafidan tutib berilganligini anglab, naiti ichindi. Vaqaning jarayoni mundoq edi. Kichik Axun naiti xushfe'l, chiqishqoq, davlat ichi sirtida ko'p yerlarni ko'rgan kishi bo'lg'achqa, kishilar uning chaqchaqlarini, chet ellar haqidagi ajoyib g'aroyib hikoyalarni anglashga amroq edi. Mahalla yoshlari uni o'zining sardoridek ko'rib, hurmatini qiladi. Ishlari bo'lsa maslahat soladi. Uning yolg'iz og'udilar emas, Atush, Arazil, Qashqar va boshqa joylardami nurg'un el og'inlari bor bo'lib, uyiga pat-pat to'plashib kelib, 3-4 kunlab o'ynab ketadi. Bu ishqa diqqati qo'zg'algan imom namozdan keyin jamoatga bu nimalar kechalari hang'irishib mashrab o'ynab, atisi masjidga chiqmaydi. Bolalaringlarga nasihat qilinglar, deb chalvaqab baqdi. Ammo imomning so'zlarini hech kim pisantiga olmadi. Oxir qo'rsoq ko'pkiga chidamagan imom eshikini minib, Pashshab begini izlab otishga mandi. Imom kirib kelganda Pashshab begi bir odamni esib qo'yib so'roq qilyotdi. Assalomu alaykum begim, dedi imom so'roqxonaga usibla kirib. Pashshab begi imomni ko'rib darhol o'rnidan turdi va qani mehmonxonaga kirayli, dedi. So'roqdagi odam shu peti qoldi. Bo'ldi, o'zlarini avara qilg'udak ishmi yo'q. Oldirash ekanlar. Ikki qizlar gap bor edi. O'zi nihoyatda muhim. Ta'mlarga silib qo'yay degan niyat kelishim. Imom bo'sog'idan atlavitib Pashshab begiga qaradi. Bo'ptamsa, o'ylaganlaridek bo'lsin. Og'udan biror chatoq chiqadigandak turdi. Nima chatoq? Qo'zg'alang. Nima dedilar? Pashshab begi jiddiylashib imomni mehmonxonasiga boshlab kirdi. Ondan dedi: "Amdi aytla, qo'zg'alang damla." Fakar bo'y, yo'g'on qo'soq, turqi xuddi bo'g'oz o'riq o'chkidek sat, tungan qapoq, kash burun, kalchang og'zini jilg'a bo'ylarida ustab qolgan tal-tal giyohlardek shalang soqol bo'riqlar qoplab, texmi satlashtirib atgan mushukningidek ko'zlari vahshiyligini ifodalab turadigan Pashshab begi imomning ma'lumotiga taqazzolanib turadi. Shundoq, qo'zg'alon chiqarmikin deb qo'rqyapman. Nima vajidan buncha anchaga tushib qoldilar? Bizning mahallada davlat ichi va chet ellardan tortib ko'rmagan yeri qolmagan Kichikvoy ismli birisi bor edi. U atrofiga odam to'playotdi. Hadisa jadidlikni targ'ib qilaverib, yoshlar masjidga kirmas bo'ldi. Yurtlardan uni izlab keldiganlarning oyog'i uzilmaydi. Bir kuni bo'lmasa bir kuni ishimizga to'p silishidan ansirab,
ma'lum qilib qo'yg'il keldim. Ishonmasizlar, shu topdimi uning uyida nurg'un odam bor. Yaxshi, agar gaplari rostla bo'lsa, oladigan mukofotlari oz emas. Darhol ravzashab ambalga ma'lum qilay. Pashshapligi go'har tepib olgandek xush bo'lib, imomni yo'lga silvatdi. Agar ahvol imomning deganidekla bo'lsa, Pashshap begining darajasining o'rlishidimi gap yo'q edi. Shunga u hamma ishni qo'yib, Ravzashab begi huzuriga chapdi. Ma'lumotdan xabar topgan Ravzashab begi shu an bir band chirikni puxracha kiyindirib, Pashshap begini mas'ul qilib, kichik oxurni tutishga avatdi. Ular kichik oxurning eshigi oldiga kelib, hovlidan anglayotgan varang churunglardan nurg'un odam borligini bildida, tang kelolmaslikdan qo'rqib, yolg'iz kichik oxurnilar chaqirtib, g'alva g'udursizlar ilib mangdi. Atishqa kelib imom yetkizgan ma'lumotning rostligini isbotlagandan keyin kichik oxurni siyosiy mahbus qatorida yakanga yetkazib berdi. Kichik oxun yo'qab ketgandan keyin el og'inlarining izlamagan yeri qolmagan bo'lsa-mu, hech yerdan iz dirikini ololmadi. Kichik oxun oilasida tuzukrak emgak kuchi bo'lmag'achqa turmushi kundan kunga yomonlashmoqda edi. Kichik oxunning alog'inlari ich og'ritgandan boshqa nima qilib beralisin? Faqat xotin bolalaridan hol so'rab qo'yatdi, xolos. Kunlar bir-birini qo'lishib o'tib, kichik oxunning so'loqqa kirib qolganiga 2 yildan oshdi. Bir kuni Hasan Turk 3 og'inisi bilan harva kira qilib, topqanlarini elib kichik oxunning xotin bolalaridan hol so'rg'ili kelayotganda oldiga imom uchirdi. Yigitlar uningga hurmat yuzidan salom qilgan edi. Salomni ilik ilish o'rniga ulardan so'rdi. "Nerdan keldinglar?" "Qashqardan", dedi Hasan Turk javoban. "Nega borsizlar?" "Kichik oxunnikiga." "U yo'q, bu kamga zindonda o'likimi chirib ketgandu. U yurt buzuqi, qo'zg'alonchi. Yaxshisi bormanglar. Bo'lmasa sizlarmi o'zinglarni yakanda ko'rib, uning kuniga qolmanglar yana." İmamның hammadan xabardordek so'zlari Zirak Hasan Turkning diqqatini qo'zg'adi. "Nasihatlari yo'lliq oxunim. Biz buni bilmaydiganmiz. Kona ilm berimlarimiz bor edi. Shuni so'ylab kelgan edik. Gaplaricha kichik oxun yo'q ekanda, shundoq tutqan kechsalar yakanga yolab ilib ketgan. Buni Pashshap begim o'z og'zi bilan menga degan edi. Mening nasihatimni anglab, yiniga odam to'plamay namozini o'tab tinch yurgan bo'lsa, mushundaq oqibatga qolmaydi. Buni o'zdan ko'rsin. Qani, berib beqinglar. Pulga yarg'udek narsalari bo'lsa, ilib kelarsizlar. İmam yo'liga mangdi. Hasan Turk bildiki, kichik oxunni imomning tutib berganligi nihoyatda aniq edi. Ular kichik oxunninkida uzoq turolmadi. Apargan yog', guruch, bir nech tiziq yarmoq degandek narsalarni xotiniga berib kichik oxun yakanda ekanligini yetkazdi. Ammo bu xabarni kichik oxunning oilasidagilarning uqqani bekor edi. Qo'lidan hech ish kelmaydi. Shunga kichik oxunni qutqizib chiqishni Hasan Turk ustiga oldi. Shuningdan bir necha kun o'tib, Hasan Turkning esiga muhim bir ish keldi. Qashqarda Afridun Vang to'g'risida Vang begim Said avlodimish. Qo'qandiki Valixon xo'ja bilan tuqqanmish. Qashqardan borganlar uning qishiga ziyorat qilib kirganda, men agar Afridun Vang bilan tuqqan bo'lmagan bo'lsam, 8 shaharni allaqachon qo'lga kirgizib, shariat turg'izib bo'latdim debdimish, degan paranglar tarqalgan edi. Hasan Turk yana kichik oxunning ikkinchi aksi karvonlarga agishib Anjanga borganda peshkanlikka uchrab, pul mollaridan ayrilib, Valixon xo'jaga meraxo'rlik qilib kelayotganligini bilatdi. Shundaqdimi, oldi bilan kichik oxunning hayot mamatligini aniqlash zarur edi. Shunga Qashqarning Qum darvozadagi gundaxonasida ishlaydigan tonishi bilan ko'rishib, kichik oxunning nadligini deraklab beqishni o'tindi. Oradan hafta o'tganda heliqi tonishini izlab berdi. Erishgan ma'lumoti imomninki bilan o'xshash chiqdi. Anglagan bu uchur
Hasan Turkni ümidsizlantirgan bo'lsa-mu, birodarlarini yig'ib maslahatlashdi. Ammo hech qaysisi ishonchli tadbir ko'rsatolmadi. Oxirgi maslahat kichik Axunning aksiga xabar yetkazish, uni Valixon xo'jaga iltimos sundirib, inisi kichik Axunni ozod qilib to'g'riliq Afirdun Vangdan xat elib berishga ko'ndirgizish, shu orqali kichik Axunni qutuldirish bo'ldi. Shundoq qilib, maslahat pishqanning atisi atiganda Hasan Turk Yitka jamaning oldiga kelib, xattat mullamdan birni tepib, yuz bergan ishlarning hammasini bayon qilib, qo'zg'alonchi deb tutib ketilganligi, buningga Valixon xo'jadan boshqa hech kim aralasholmaydiganligi, shunga uningdan yordam so'rab, ikkilik xat ilib kelishni o'tingan mazmunda bir parcha xat yozdirgandan keyin lipopga silib puxta yamlab, Anjanga boradigan karvon beshidan avatdi. Xat kichik Axunning aksiga 3 oydan keyin tegdi. Bu kichik Axunning zindonda yetayotganiga 3 yil bo'lgan chaq edi. Rahimjon xatni o'qitib anglab, motamdorlardek cho'nqur hasrat bilan Valixon xo'janing hujrasiga kirdi. Valixon xo'ja namoz peshinni o'tab bo'lib, tasbih serib o'ltiradi. Rahimjon uning oldiga kirib, qo'l bog'lab turdi. "Nima gap?" so'rdi Valixon xo'ja. Enisining zindonda ekanligini anglab, nima qilishini bilmay tamtarab ketgan Rahimjon agar og'zini ochsa yig'iladiganidek parishon edi. Ko'zlaridan g'il-g'il yosh oqatdi. Rahimjon qo'ynidan xatni elib, Valixon xo'jaga sundi. Valixon xo'ja xatni o'qib, qo'zg'alonchi deb zindonga solgan degan yerga kelganda birdilla diqqati qo'zg'alib, ko'nglida o'ziga foydali bir ishning yuz berganligini payimildida, mahbusni zindondan ozod qilib, qo'zg'alon ko'tarishga kuch ko'rsatishni, vaqti kelganda darhol yurish qilib, Janubiy Shinjongni qo'lga kirgizishni o'yladi. Mana bu Valixon xo'janing birdan-bir orzusi edi. Kutilmagan bu ishni Xudoning o'ziga baxsh etadigan Nusratina Shapsi deb bilgan Valixon xo'ja xatni o'qib bo'lib dedi: "Sen ilkimda turg'ili 1 yildan oshdi. Xizmatimni obdan qilding. Men sadoqatmanligingning yuz xotirasini qilay. Ularning aytgani rost. Men Afirdun Vang bilan tuqqan kelaman. Qatirib xat yozib beray. Men uningga tuqqan deb yuz qarmayman. U aslida hokimiyat boshqurishga loyiq emas. Uni turponga qo'g'ilib o'tadiganlar chiqsa qo'llayman. Biz chiqshalmag'achqa ancha izlashib ketmaymiz. Shundoq bo'lsa-mu xatimni opirib boq. Iningga topalag'in. Agar keyin ilgari biror ish yuz berib, qiyinchilik tartib qolsa, udulla meni izlasin. Amsa bir oz kutib turg'in." Valixon xo'ja siyoh qutisi bilan qo'mush qalamini akaldirib, bir varaq palon qog'ozga xat yozishga boshladi. Ondan bitgan xatni bir qur o'qib o'tib, chiroyli qatlab Rahimjonga tutqizdi. "Sana mo ruxsat qildim. Xat ilib kelgan karvonlarga qo'shilib, yakanga borgin. Bu xatni opirib, Afirdun Vangning o'ziga bergin. Inshaalloh, Xudo ko'ngliga insof berib, iningni qo'yib bersa ajab emas." Rahimjon amdila bosog'idan putni ilishiga Valixon xo'ja chaqirib to'xtatdi va ostidagi ko'rpini qayirib, bir sho'yna yarmoqni ilib sundi. "Ala, buni xarajat qilib ket. Yana kelsang ishga o'choq. Xudoga omonat, yo'l bo'lsin." Rahimjon yotoqxonasiga kirib, narsa keraklarni yig'ishtirib qo'yib, karvon sariyiga borganda, yuk taqalar ot uloqlarga ortilib, mengishga tayyorlanayotdi. Rahimjon darhol berib narsa keraklarini akeldida, ular bilan yakanga qarab yo'lga chiqdi. Rahimjon yakanga kelibla arg'on ochqiniga boqmay, Vang ordisi oldiga keldi. Ordiga kirish uchun qatmuqat darvozalardan o'tishga to'g'ri keladi. Har bir eshikda qarovullar bor bo'lib, fuqarolar Vang bilan xohlagancha ko'risholmaydi. Shunga Rahimjonning xatini qarovullardan birisi ilib, Vangning qishiga kirib ketdi. Xatga mundaq yozilgan edi: "Ayni janobi muhtaram, izzatlik va hurmatlik inonchixon Afirdun Vang oliylariga yetib ma'lum bo'lgayki, bizning bir odamimiz, ya'ni
Atışlıq kichik Axun degan kishi qo'zg'olonchi degan batnom bilan zindonga tushib qapti. Uning aksi mening yinimda. Bular ishonchli kishilar edi. Anglasam chiqimchining damiga tushib qapti. Mumkin bo'lsa tuqqandarishlikning xotirasini qilib, aksining qo'liga bergayla. Kaminalari Valixondin Rajabning 30-kuni. Afirdunbang xatni ko'rib Ravzishab ambalga farmon qildi. U Hafiz Begni oldiga chaqirtib, kichik Axunni aksining qo'liga berishni topshirdi. Ayon bo'ldiki, agar Hasan Turk va uning birodarlari maslahatlashib Valixon xo'jini ishga solmaganida, kichik Axun o'lim changaldan qutulishi mumkin emas edi. Valixon xo'ja bo'lsa, atishlikning qo'zg'alishini umid qiladi. Biror vaqa chiqqanini anglasila, olti shahar tomon otlanishga tayyor edi. Şoğunsi kichik Axun zindondan chiqqili bir qancha oy bo'lgan bo'lsa-mu, biror xabarning quliqiga yetmasligi Valixon xo'janing ichini pushirayotdi. Kichik Axunga bo'lsa Valixon xo'janing yomon niyatlari noma'lum edi. Faqat akamning 1 yildan buyon haqsiz ishlab berganining 100 xotirasi uchun yordam qildi deb biladi. 9-bob tugidi.